Buxoro viloyati soliq boshqarmasida Buxoro viloyatida soliq ma'murchiligi natijalari va yashirin iqtisodiyotni oldini olish bo'yicha amaliy ishlar mavzusida matbuot anjumani o'tkazildi. Tadbirda 2026-yilning o'tgan davrida viloyatda budjet tushumlarini ta'minlash, soliq bazasini kengaytirish va yashirin iqtisodiyotni qisqartirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar haqida ma'lumot berildi. Qayd etilganidek, joriy yilning 5 oyida davlat budjetiga 2,1 trillion so'mdan ortiq mablag' tushirilib, o'sish sur'ati 119% ni tashkil etdi. Anjumanda yashirin iqtisodiyotni qisqartirishda raqamli texnologiyalarning ahamiyatiga alohida to'xtalib o'tildi. Raqamli bozor, avtoturargohlar nazorati, karyerlar monitoringi, DMET va qurilish obyektlarini sun'iy intellekt orqali nazorat qilish kabi tizimlar joriy etilgani ta'kidlandi. Shuningdek, xarid cheklarini talab qilish madaniyatini oshirish va soliq mobil ilovasi orqali cashback olish imkoniyatlari haqida ma'lumotlar berildi. Soliq hamkor dasturi doirasida esa joriy yil yanvar-iyun oylarida 3357 ta murojaat kelib tushgan bo'lib, 2053 nafar murojaatchiga mukofot to'langani ma'lum qilindi. Tadbirda soliq organlari faoliyatida tekshiruvdan servisga tamoyili ustuvor ahamiyat kasb etayotgani, tadbirkorlarga qulaylik yaratish va huquqiy ko'mak berish ishlari izchil davom etayotgani ta'kidlandi. Matbuot anjumani yakunida jurnalistlar, blogerlar va ijtimoiy tarmoq faollarini qiziqtirgan savollarga javoblar berildi. Hamda 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni munosabati bilan bir guruh ommaviy axborot vositalari vakillariga tashakkurnoma va esdalik sovg'alari topshirildi.